Diqqat aholiga tezkor xabar. 1-sentyabrdan ba'zi bir aholimiz uchun yangi pensiya turi joriy etilmoqda. Bugun shu haqda gaplashamiz. Bunaqa mahsulotlarning ko'pini ko'rganman deysizmi? Vulkan ishonchingizni to'liq oqlaydi. Erkaklar nima uchun aynan vulkanni tanlamoqda? Prostata bezi shamollashi va adennomasi alomatlarini bartaraf etishga yordam beradi. Peshob chiqarishdagi achishish hamda tez qatnash muammolaridan xalos etadi. Erkaklik quvvati va energiyasini oshirishga ko'maklashadi. Sifatli va hamyonbop vulkan mahsulotini hoziroq maxsus chegirma narxida xarid qiling. Vulkan salomatligingiz qo'riqchisi. Diqqat qiling, 2026-yilning 1-sentyabridan boshlab yangi toifadagi fuqarolar uchun har oylik parvarishlash nafaqasi tayinlanishi aytilmoqda. Kimlar ushbu nafaqani olishi mumkin? 18 yoshdan katta bo'lgan, og'ir darajadagi aqliy zaiflik tashxisi qo'yilgan hamda doimiy parvarishga muhtoj nogironligi bo'lgan fuqarolarga parvarishlash nafaqasi berilishi nazarda tutilmoqda. Nafaqa miqdori har bir fuqaroning toifasi va belgilangan tartib asosida hisoblanadi. Yana bir muhim yangilik, Muruvvat internat uylari qayta nomlanadi. Yangi tartibga ko'ra ushbu muassasalar g'amxo'rlik uylari deb atalishi aytilmoqda. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish tizimi ham o'zgarishi kutilmoqda. Bunda nogironligi bo'lgan fuqarolarga ijtimoiy xizmatlar, reabilitatsiya va parvarishlash tizimi orqali ko'mak ko'rsatish nazarda tutilgan. Yana bir muhim jihati bor. Muruvvat uylaridagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun vakillik organlari tashkil qilinishi haqida ham ma'lumot berilgan. Shu bilan birga 2026-yil 1-maydan kimlarga g'amxo'rlik markazlari xizmat ko'rsatishi belgilangan. Jumladan, og'ir nogironligi bo'lgan shaxslar, o'zgalar yordamiga muhtoj fuqarolar va ayrim boshqa toifadagi insonlarga maxsus ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishi nazarda tutilgan. Markazlarda sport mashg'ulotlari, ijodiy faoliyat, ergoterapiya, ijtimoiy hamda ma'naviy reabilitatsiya ishlari olib boriladi. Shuningdek, murabbiy kuzatuvida mustaqil yashash ko'nikmalarini tiklashga ham yordam beriladi. Xulosa qilib aytganda, yangi o'zgarishlar nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ijtimoiy xizmatlarni yanada kengaytirish va ularning hayot sifatiga ko'maklashishga qaratilgan. Ushbu xabar muhim deb hisoblasangiz, iltimos yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Izohlar qismida o'z fikrlaringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.